Uncha qo'chqorda yo'q yo'g'onligi bormidi? Assalomu alaykum ahli guruh. Ko'pchilik talabiga binoan Totoy qizini ko'rsating. Hozir sovliqlardan ham ko'raylik deyishyapti. Mana Totoy qizi. Ko'rib mashalloh deb qo'yasizlar. Onasi kipichis qizi. Qo'zi sovlovchi bu. Xudo xolasa endi 2 oylikka o'tadi. Yo'g'onligini ham bitta olib qo'ying. Yo'g'onlik. Uncha qo'chqorda yo'q yo'g'onligi bormidi? Uncha qo'chqorda yo'q yo'g'onligi bormidi? Assalomu alaykum ahli guruh. Ko'pchilik talabiga binoan Totoy qizini ko'rsating. Hozir sovliqlardan ham ko'raylik deyishyapti. Mana Totoy qizi. Ko'rib mashalloh deb qo'yasizlar. Onasi kipichis qizi. Qo'zi sovlovchi bu. Xudo xolasa endi 2 oylikka o'tadi. Yo'g'onligini ham bitta olib qo'ying. Yo'g'onlik. Uncha qo'chqorda yo'q yo'g'onligi bormidi?